Platformani yana bir ajoyib tomoni, o'rganishni bosganingizda siz o'zingizga maxsus vazifa ham tanlab olishingiz mumkin. Ya'ni maqsadingiz qanaqa? Maqsadni belgilash bo'lsangiz, bir topikni olmoqchi bo'lsangiz 1 yoki 2 daraja yoki 2 topik olmoqchi bo'lsangiz 3 dan 6 gacha bo'lgan daraja, olaylik siz 4 daraja olmoqchisiz. Imtihon qachonga topshirmoqchisiz? Imtihon olaylik qaysi sanaga? 31-iyul yoki avgust. Любой sanani tanlaymiz. 8-avgust deymiz masalan. Keyin kunlik o'qish vaqti. Bir kunga eng kamida necha minut o'qimoqchisiz? Xohlasangiz 30 daqiqa o'qimoqchi bo'lsangiz 30 daqiqa, 45 daqiqa bo'lsa 45 daqiqa va 1 soat bo'lsa 1 soat belgilaysiz. Keyin qaysiga qancha o'qishga, tinglashga va yozishga uchalasiga ham sarflamoqchimisiz 45 daqiqani yoki faqat o'qishni qilib, tinglashni qilib, yozishni qilmoqchi emasmisiz? Bemalol belgilashingiz mumkin va bu yerda saqlash tugmasini bosasiz va sizga AI o'zi har kuni eslatib turadi 45 daqiqadan yoki 30 daqiqadan siz o'qishingiz kerak ekanligini. Bu juda ajoyib imkoniyat. Topikni to'xtovsiz iroda bilan o'rganmoqchi bo'lganlar uchun.